Assalomu alaykum aziz Cherry ishqibozlari. Bizning Cherry Urganch avtosalonimizdan sizlarga zo'r yangiliklarimiz bor. Ichki yangilik desangiz, bilasizlar, eng legendarniy bo'lib turgan 7 Pro avtomobillarimizni endilikda hech qanday foizsiz 5 yil bo'lib bersangiz bo'ladi. Bu videomizni boshqa videolarimizdan o'zgartirib olacakmiz. Sababi boshlanish to'lovlari haqida boshqa ma'lumot berib o'tamiz. Bilasizlar, hammaga shu narsa qiziq bo'ladi. Endi 7 Pro avtomobilimizni bilasizlar 3 xil komplektatsiyada sotuvda mavjud. Life komplektatsiyamiz bor 299 million 900 ming so'm. Premium komplektatsiyamiz 344 million 900 ming so'm. Max komplektatsiyamiz bu 364 million 900 ming so'm. Bularni agarda naqd olaman desangiz, hozirgi kunda, ya'ni shu 26-yil 19-iyun sanasiga göre naqd olaman desangiz 25 million so'm maxsus foydasi bor. Ya'ni misol 299 million 900 lik life komplektatsiyani 274 million 900 ming so'm naqd olib kelsangiz bo'ladi. Yo'q, men pulim yetmaydi, bo'lib to'layapman, yo kredit qilyapman, bu nechik bo'ladi desangiz, hozirgi kunda maxsus taklifdagi imtiyozli kredit va foizsiz bo'lib to'lash dasturlarini girib turibdi 7 Pro'larimiz. Bunda misol 3 xil komplektatsiyamizdan bir xil ta'sir etadi. Bo'lib to'layapsiz. 30% pulingiz bor. Kelasiz 30% to'lasangiz, qolganini 18 oy muddatda, ya'ni 1,5 yil muddatda. 40% oldindan bersangiz 2 yil muddatda. 50% oldindan bersangiz 3 yil muddatda. Boring 60% oldindan beradigan bo'lsangiz, qolganini hech qanday foizsiz 5 yil muddatda bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Bunda boring tushuntirib o'tikaman. Misol, ishni ko'rib turgan komplektatsiyalaringiz premium deb aytiladi 344 million 900 ming so'm. 60% to'lovi avtomobilni 207 million so'm bo'ladi. 207 millionni shunday to'laysa, qolganini 5 yil muddatda 2 million 300 ming so'mdan bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Life komplektatsiyamiz esa 60% 180 million so'm bo'ladi. Uni to'lasangiz, u 2 million so'mdan chiqadi. Max komplektatsiyamiz sal ziyodroq chiqadi. Shunga qarab turib komplektatsiyalar baholanadi. Bu maxsus taklif asosindagi imtiyozli shartlarimizni muddatiga chegaralangan. Agar niyat etib yurgan bo'lsa, bizani chet eldan ko'rib turgan mijozlarimiz bo'lsa, bemalol biz bilan bog'lansalar, hozir tushuntirib o'tamiz, avtomobillar haqida ma'lumot beramiz, xarid etib qolib ulgursalar bo'ladi. Endi avtomobilni o'zini e'tibor beradigan bo'lsak, hozir bilasizlar, restyling bo'lgan 8 Pro ga o'xshab chiqadi. 1.5 turbo motor saqlanib qoladi, 147 ot kuchi, lekin premium komplektatsiyamizda уже korobkasi o'zgargan, robot korobka bo'ladi. Aldi ko'rinishlari hammasi 8 Pro ga o'xshab chiqadi. Aldi orqa parktronikalarimiz bor, 360 gradus kameralarimiz bor, холодильникlarimiz bor, ichida obshivkalari o'zgargan, ya'ni salon osvesheniyalarimiz bor. Ko'rsangiz bo'ladi. Eshiklarimizda sensorli beskluchoy do'stliklarimiz bor. Yine ichki ko'rinishlarini e'tibor bersak, polniy koja salon, zimniy paket bo'ladi. Zimniy paketda ya'ni qishni kuni aldi orqa rullarimiz bemalol qizdiradi, podogrev bo'ladi. Двухзонный klimat kontrol, barında холодильник, даже skor switchaklarimiz ham hozir 26 da xrustalli bo'lib ishlangan bo'ladi. Keyin osvesheniyasini e'tibor beringlar. Polniy borlarimizdan tortib, polniy dafalari, eshiklari, hamma yerlari 64 xil rangda yonadi. Eshikda даже aynalarni tushirib chiqaradigan knopkalarimiz ham xrom bo'ladi. Bu vaqt o'tishi bilan bilasizlar, ko'pchilik mashinalarniki yaldirab ketadi, qirilib ketadi. Bularda hech qanday qirilmaydi. Xromirованный ishlangan bo'ladi. Даже eshik ruchkalari, knopkalari koja bilan qoplangan bo'ladi. Avtomobilimiz bilasizlar, ADM Jizzax zavod zborka bo'ladi. Avtomobillar rasmiy 5 yil 150 ming kilometr garantiya bilan beriladi. Bundan tashqari avtomobilimizda polniy servis xizmatlari, zapchast xizmatlari, hamma narsalari o'zlarimizda bor. Endi avtomobilimizda bizda Cherry Urganch avtosalonimizda test drive'imiz bor. Kelsangizlar, haydab ko'rib, mana keyin yaxshi xarid etsangiz bo'ladi. Bundan tashqari o'zlaringizda GM mashinalaringiz bo'lsa, var Nexia 3 mi, Spark mi, Cobalt mi, Gentra mi kelsangizlar, shu yerda ballarimiz bor, tradingchi ballarimiz hisob kitob qiladi. Boshlanish to'lov sifatidami, ustini to'ldirib xohlasangiz naqdmi, xohlasangiz shu orqali kreditmi, leasingmi, xohlagan tartibda sotib olsangiz bo'ladi. Endi adres haqida to'xtalib o'tamiz. Urganch shahar Xiva Kruk yonida bo'ladi. Mostdan tushganning Krukdan chapga kiriladi. Xivadan gatirgan bo'lsangiz to'g'ri o'tasiz, Taxtabozor tarafdan kelsangiz Xiva Krukga turib, o'ngga kirganlaringizda chap qo'lda bo'ladi.
Bemalol kelsangizlar, наличиеda avtomobillarimiz tayyor. Xohlasangizlar qora, xohlasangizlar oq, xohlasangizlar servis vetlarimiz sotuvda mavjud. Hammangizni Cherry Urganch avtosalonida kutib qolamiz. Ulgurib qolinglar, maxsus takliflarimizdan foydalanib qolinglar.